qadami qutlug', qadri baland qadrdonlarimiz, mehribon duogo'ylarimiz, aziz voliday muhtaramalarimizni ota-onalarni mikrofon qarshisiga lutf ila taklif etib qolamiz. Marhamat. Kuyovimizni otajonlari, suyangan bog'lari, ishongan tog'lari mana shu silolaga asos solgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Baxtiyor akani bitta chiroyli qarsaklar bilan taklif qilamiz. Kuyov bolani onajonlari o'z oilasini sevimli bekasi, sarishtasi, farishtasi, xonadonining duogo'yi bo'lgan Saodat opamizga ham chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Kelin poshshani aziz onajonlari, hurmatli xudojonimiz o'z oilasini sevimli bekasi bo'lgan Nodira opamiz uchun ham bitta chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin, qudachiliklaring ming yillik bo'lsin. Bordi keldili bo'linglar. Kelin kuyovlarimizni boshida hamisha soyabon bo'linglar.